Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Braziliya və Argentinadakı ziyarətlərini muvaffəqiyyətli axırlaşdırıb 31 may günü keçdə Çilining paytaxtı Santiago şəhəriga yetib kelgan Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqin Aysa, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlar 1 iyun kuni Chili advokatlar jamiyatining mas'ullari bilan ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoy rahbarlari ustidan Chili sotiga arznoma sunishning qonun yo'llari ustida muzokara olib bordi. Dunyo bo'yicha eng ko'p va eng shiddatli yer tavraydigan Latin Amerika davlati Chili bo'lsa, Uyg'urlarni bir mahal ranjitgan va oxirgi hisobda vazifasidan ayrilishdan bir kun burun kechda, ya'ni 2022-yil 31 avgust kuni Uyg'ur vaziyati haqidagi mashhur dokladni e'lon qilib, Uyg'urlarning ko'nglini olgan sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning ona vatani bo'lib, Chili Sotsialist partiyasiga mansub Michelle Bachelet xonim kommunizmning ta'siri intayin kuchli bo'lgan Chilida 2006-yildan 2018-yilga qadar Chilining prezidenti bo'lib vazifa o'tagan va prezidentlik vazifasidan ayrilgandan keyin BDT kishilik huquq oliy komissari bo'lib saylangan edi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyetining bu qitimqi Chili ziyorati jarayonida Michelle Bachelet xonim bilan ko'rishmaydiganligi hozircha noma'lum. 17 milliondan ortiq nüfusga ega bo'lgan va ispancha so'zlashadigan Chili bo'lsa, dunyo bo'yicha falastinliklar eng ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarning biri bo'lib, hozir Chilida 1,5 milliondan ortiq falastinlik yashamoqda. 1 iyun kuni Dolqin Aysa va Zumratay Erkinlar Chilining poytaxti Santiago shahrida bir qism kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlar, diniy jamiyatlar va universitetlarni ziyorat qilib, ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida tushuncha va ma'lumotlar berdi. Dolqin Aysa apandim ko'rishdi qilgan so'zlarida, avval Uyg'urlarning azaldan Xitoy hukumati tarafidan atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistonda yashab kelgan xalq va bu zaminning haqiqiy egalari ekanligini, kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon Uyg'urlarning vaziyatining kundan-kunga nacharlashib bo'libmi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Uyg'urlar eng ichinishli tragediyalarga duchor bo'lganligini, Xitoyning Uyg'ur xalqiga bir asrdan buyon yurgizib kelgan zulmining bugun taraqqiy qilib irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga aylanganligini ta'kidlab o'tgandan keyin 2017-yili Sharq Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilingandan buyon millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik xalqlarning turmalarga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga band qilinganligini, faylasuflar, tarixchilar, yozuvchi adiblar, diniy ulamolar va akademisiyanlarni o'z ichiga olgan Uyg'ur sarxillarining mutlaq ko'p qismining turmalarga va jazo lagerlariga qamilib, ig'ir qiyin qistoqlarga duchor bo'layotganligini, Uyg'ur til yoziqining cheklanib, Uyg'ur milliy ma'rifining butunlay xitoylashtirilganligini, jamialarning, mazorliqlarning chiqib tuzilib, diniy asarlarning ko'ydirilganligini, Uyg'urlarning majburiy tug'mas qildirilib, Uyg'ur o'smirlarining ota-onasidan majburiy ayrilganligini, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hokimiyatining tub maqsadining Uyg'ur xalqining milliy kimligini tamoman yo'qotish ekanligini bayon qildi. Va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tomonidan xalqaro qonun asoslari bo'yicha dalillab chiqilganligini va hozirga qadar 10 davlatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, rasmiy qaror ma'qullaganligini eslatib o'tdi. Dolqin Aysa apandim so'zda yana Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Tibet, Janubiy Mongoliya va Hong Kong xalqlariga zulm selayotgan, Tayvanga tahdid selayotgan Xitoy hokimiyatining navbatda dunyo tinchligiga tahdid selayotgan asosli diktator va mustabid hokimiyat ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Xitoyga o'rtaq taqobil turishning adolatlik va tinch dunyo barpo qilishning tub asosi ekanligini ifoda qildi. Chili 1500-yillarda Ispaniyaliklar tarafidan bayqalgan va orqadan Ispaniyaning mustamlikasiga aylangan edi. 300 yil Ispaniyaning mustamlikasi ostida yashagan Chililiklar 1810-yili mustaqillikka erishganda nufusining 95%dan ko'proqi Yevropaliklardan faqat 3% yerliklarni tashkil topgan edi. Chili bo'lsa, dunyo bo'yicha mis zapas miqdori eng ko'p davlatlarning biri bo'lib, dunyodagi yillik mis ishlab chiqarishining 28%ni tashkil qiladi. Onundan boshqa yana elektronlik va motorlik asboblar uchun zarur kerakli bo'lgan uzun umrlik batareyalar uchun qo'llanilgan litium metalning zapas miqdori butun dunyodagi litium zapas miqdorining 57%ni tashkil qiladi. Uyg'urlarga tunishliq bo'lgan sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonim bo'lsa, fransuz irqiga mansub.
Fransiya yuqori parlamenti Yeşillar partiyasining qo'lliq a'zolaridan parlament a'zosi Melanie Vogel va Guillaume Gontard tarafidan bu yil 16 yanvar parlamentga sunilgan Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini cheklash qarori loyihasi 1-iyun kuni muzokaraga qo'yilgan va bilet tashlangan. Mazkur qaror loyihasi bilet tashlash qatnashgan 144 ovozning to'liq qo'llash bilan ma'qullikdan o'tgan. Mazkur qaror loyihasida Fransiya va Yevropa bozoriga import qilingan Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qarata embargo yurgizilishi kerakligi, Fransiya va Yevropada Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan kiyim-kechak, mashina va boshqa mahsulotlarning iste'mol qilinmasligi kafolatli qilinishi kerakligi o'ttirib qo'yilgan. Parlament a'zosi Melanie Vogel qaror loyihasi ma'qullikdan o'tgandan keyin o'zining Twitter hisobida tarqatgan yozmasida mundaq deb yozgan: "Biz Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini to'nib yetdik. Bu qaror loyihasi cho'qim harakatga aylanishi kerak." Oxirida Melanie Vogel o'zining dunyodagi boshqa parlamentlardan kutadigan umidi haqida mundaq dedi: "Men boshqa davlat parlamentlarning bizning bu liniyamizga egishishini, Yevropa ittifoqi doirasidagi savdo siyosatimizni qaror qiladigan hukumatlarga bizning qimmat qarashlarimizni ching turish kerakligini ta'kidlashini umid qilaman. Siz bir tarafdan davom qilayotgan bir irqiy qirg'inchilikning borligini e'tirof qilib, yana bir tarafdan bu jinoyatlarning natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni hargizmi qabul qila olmaysiz." Fransiya parlamenti 2022-yil 1-oyda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yer shari xarakterlik jinoiy ishlarga mas'ul bosh elchisi Bes Van Schaack Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini hilam davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb ko'rsatgan. Bes Van Schaack bu so'zni Amerika Kengash palatasining Tashqi munosabatlar komitetida insoniyat qarshi jinoyatlarning oldini olish qonunini chiqarish haqida chaqirilgan bir isbot anglash yig'inida qilgan. Van Schaack xonim Rossiyaning Ukrainaga qo'zg'agan tajovuzchilik urushi va bu urush jarayonida Ukraina xalqi duch kelayotgan mushkulotlar ustida to'xtalganda insonlar qarshi ishlanadigan jinoyatlarning faqat urush mezgilida emas, balki tinchlik mezgilida o'xshash sodir bo'lganligini bildirgan va buning Uyg'urlarni misol ko'rsatgan. U bu haqda insoniyat qarshi ilib berilgan jinoyatlar o'ltirish, qiynash va bosqinchilik qilish qatorliq ziyonkashliklarni o'z ichiga oladi. Bu keng ko'lamlik yoki sistemlik hujumning bir qismi sifatida har qanday kishiga yurgizilishi mumkin. Bundaq ziyonkashliklar qurolliq to'qinishda emas, balki Xitoy doiralarining Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa milliy ham diniy guruhlarning a'zolariga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatini davomlashtirayotgandek tinchlik mezgilida yuz berishi mumkin degan. Van Schaack xonim Amerikaning insoniyat qarshi jinoyatlarning oldini olish qonunini ma'qullashining Amerika va uning ittifoqdosh davlatlarining xalqaro jinoiy qilmishlarini tekshirish va bartaraf qilish huquqini kuchaytirganligini bildirgan. USA Today, yani Amerikada bugun nomli xabar to'rining bildirishicha, yaqin yillardan buyon sayohat qiyofada kirib olgan Xitoy jasus gumondorlarining Amerikaning Alyaska shtatiga joylashgan sezgur harbiy bazalarga suqunib kirish qilmishlari bir qancha qitim yuz bergan. Bir qism harbiy amaldorlar va harbiylarning bu xabar organiga bildirishicha, shundaq voqealarning birida Xitoy fuqarolari avtomobil bilan Alyaskaning Fairbanks rayonidagi Fort Wainwright harbiy bazasining bexatarlik tekshirish punktidan o'tib ketgan. Avtomobil oxiri to'xtatilib oqtirilganda, avtomobil ichidan tizginaklik kuchqu, ya'ni dron tepilgan. Avtomobildagi Xitoylar bo'lsa o'zlarining sayohat qilib o'tib ezib ketganligini ilgari surgan. Armiya ichidagi ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, bundaq ezib qolgan ishlar ba'zi yuz bersimi, ammo ular bu voqeani Amerikaning Alyaskadagi harbiy iqtidorini tekshirish urinishi deb qaraydi ekan. Bu harbiy maxfiyatlik bo'lganligi uchun ular voqea haqidagi boshqa tafsilotlar ustida to'xtalmagan. Amerika armiyasining bir amaldori mundaq degan: Alyaska shtatida sayohatchida ko'ringanlarning hammasi sayohatchi emas. Ular amaliyotda chet el jasusi. Xabarda deyilishicha, bundaq sayohatchi qiyofatidagi kishilar borgan joylarga sezgur uchurlarni ola oladigan senzorlarni qoldirib qo'yish mumkin ekan. Xitoyning Washingtondagi elchixonasi Amerikada bugun xabar to'rining voqea haqidagi savolga javob bermagan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Roy yaqinda qilgan bir so'zida, Federatsiya tekshirish idorasining har 12 soat bir qatim Xitoy hukumatining qo'llashidagi jasuslik voqeasi delosi ustidan tekshirish boshlaydiganligini aytgan. 2019-yili Amerikaning Florida shtatida dengiz armiya aviatsiya punkti bo'lgan Key West rayonini qonunsiz suratga tortgan bir Xitoy o'quvchi 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ayni chog'da bu o'quvchining advokati uning ezib qolgan sayohatchi ekanligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoy o'quvchining kamerasida va telefonda faqat aerodromning surati tortilgan ekan. Shundaqli bu o'rinning sayohat nuqtasi emas, balki Amerikaning F-35 uchquvchilari mashq qiladigan dengiz armiya bazasi ekanligi aniq yozilgan ekan.
Yaponiya Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATO bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Xitoy va Rossiyaga o'rtaq taqobil turishga munosabatli xizmat planini tuzib chiqish ishini jiddiy davomlashtirmoqda ekan. Yaponiyaning Ishki Osiyo gazetining xabariga qaraganda, Yaponiya bu xizmat ramkasini bu yil 7 oyda Litvada chaqirilgan Shimol Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlat boshliqlari yig'inida o'tirib qo'ydi ekan. Yaponiya garchi 31 davlatdan tashkil topgan NATOning rasmiy a'zosi bo'lmasa-mu, ammo u 2014-yili NATO bilan kelishim imzolab, uning yer shariviy sherik davlati bo'lgan. Mazkur hamkorlik programmasi aslida dengiz bexatarligi va insonparvarlik yordami qatorliq ba'zi alohida sohalarga markazlashgan bo'lsa-mu, ammo yaqindan buyon ikki tarafning qurolli kuchlari o'rtasidagi hamkorlik asosan bu kelishim doirasidan halqib ketgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning NATO bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga munosabatli bu yangilangan hamkorlik ramkasi bo'yicha ikki taraf Xitoy va Rossiyaga o'rtaq taqobil turishni asosan nishon qildi ekan. Ular bu sohada tor bo'shliqi, mudofaa, biotexnika va kvantum texnikasi qatorliq yangidan gullanayotgan va qalamqonchilik paydo qilish iqtidoriga ega halqiliq fan texnika sohasidagi hamkorlikni kuchaytirdi ekan. İki taraf yana keng ko'lamlik tor bexatarlik manevri hamda amaliy manevr o'tkazdi ekan. Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti yaqinda Hind Tinchlik okean rayoni bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish uchun Yaponiyada ish bajarish o'rnini ochilganligini jakarlagan edi. NATOning bu o'rinni 2024-yil ochilganligi mo'ljallanmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.